Men transhaga joy tayyor qildik. Va santexnikda olib kelamanda, turbalarini o'lchab olib kelamiz narsalarni. Keyin turbalarni bugun istet qilsa, bugun tashlaymiz. Mana bolalar transhaga joy qilyapti. To'xtab tur. To'xtab tur bir minut. Transhaga joy qilyapti bolalar. Ko'chani suvayapti. Bular pashti ichkarini mana suvog'ini tugatyapti. Bolalar ishda. Ko'chani manusini bu tomonni tozaladi. Hozir bu tomonni prosta zina bo'lish uchun mana bulujniklar qoladi yerda. Chunki zina bo'ladi-ku, o'shaning uchun paka 1-2 kun turib turadi. 1-2 kundan keyin g'ishtni tushirgandan keyin zinani boshlaymiz. Fasadni hozir tozalab boshladik mana uni. Paka bolalar xalaqit berasiz dedi. O'shanga mana suvoq tayyor hozir. Mana tepani suvaydi. Tepasini suvab chiroyli qilib mana qiladi. Shunday hozir birinchi qiladigan ishimiz o'sha transheyani qozlab bo'lgandan keyin turbalarni olib kelib tashlaydi santexnik. Keyin ikkinchisi mana o'sha tugatadi ichkarni suvog'ini, ko'chani tugatadi bugun. Shunaqa qilib davom etaveradi ertadan. Endi har kun tezlashaveradi xudo xolasa. 6 ta bola ishlayapti. Hozir yana santexnik bilan yana elektrik kelsa 7-8 kishi bo'ladi.